Kapot plastik, krilo plastik, bu ham plastik, bagaj ham plastik. Bu mashinani 70% kuzov qismlari plastikdan qilingan. O'zi driftni nima uchun kuzov qismlarini plastmassa yoki karbondan yasashadi. Birinchi va asosiy sababi bu albatta mashinani vaznini yengillashtirish, chunki mashina qancha yengil bo'lsa, shuncha tez yuradi. Lekin aynan bu mashinani kuzovini plastikdan yasalishini asosiy sababi vesini yengillashtirish emas. Hozir men sizlarga tushuntirib beraman. O'zi driftni 80% mashinalarni razvisovkasi to'g'ri bo'ladi. Ya'ni mashinani oldida 50% vesi bo'lsa, orqasida ham 50% ves bo'lganida mashinani yurishi to'g'ri bo'ladi, mashina zo'r yuradi. BMW E30 da razvisovkasi noto'g'ri bo'ladi. Asosiy vesi oldida bo'ladi, orqasi juda ham yengil bo'ladi. Buni plastikdan qilinishining asosiy sababi mashina yon bilan yurganida ruschada jopa morda deyishadi. Ya'ni mana yon bilan mashina ketyapti, orqasi bilan urilganda agar orqasi temirdan bo'lsa, oldini ham tortib yuboradi. Ya'ni oldini saqlab qolish uchun bu narsa qilinadi. Ikkinchi sababi remontni yengillashtirish bo'ladi. Driftda bilasizlar, kiss the wall degan tushuncha bor. Inglizchadan tarjimasi davolli o'pib o't degani, ya'ni qancha yaqin yurilsa, tegib o'tsa ham sudyalar o'shanga qarab ko'proq ball berishadi. Remontni osonlashtirish, mana agar krilo sinib urilib qolsa ham orqa bolt shundoq yechiladi deb zapasdan krilolar qo'yiladi. Sizlarda savol tug'ilishi mumkin, E30 orqasini yengillashtirish kerak emas ekan, nima yengillashtirdinglar deb. Sabablarini tushuntirdim. Buni boshqa yo'li bor. Biz orqaga nima qilamiz? Orqaga biz ves qo'shamiz. O'shanda mashinani balansi to'g'irlanadi. Bu detallarning hammasi steklovolokno materialdan qilingan. O'zimiz yasaganmiz qo'lda. Bu yerda asosiy narsa qolib bo'lsa, karbondan ham detal chiqarsa bo'ladi, boshqa materiallardan ham detal chiqarsa bo'ladi. Eng asosiysi, ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, fikringizni yozib, mana bu profiliga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.